Mana o'sha karmen nok. Kalta qilib ekilgan, kichkina qilinib, sababi 1 gektarlik yer maydonidan juda ko'p tonna olish maqsadida do'stlar. Aka, shuni yoki ko'rsating karmen noklarni. Bu karmen nok akalar, karmen nok Yevropaning navi, eng kasallikka chidamli, bozorlarda eng qimmat, eng mazali noklardan bittasi, lekin hali pishgani yo'q. Mana. Olish ketib baho berasizlar. Yana davomini ko'rsatib boraman. Bittasida shu 5-6 kilo mevasi bor. Juda qimmat sotiladi. Ha, buni ham terim jarayoniga qo'yib boramiz. Videoga like bosib esdan chiqmasin. Ekilish sxemasi 4 ga 1, 4 ga 1,5 u yeringizni baltetiga qarab ekib beramiz. Bu sal toshli, qaqirliklar bo'lganligi uchun 70 sm ga 80 sm ekamiz. Agar baquvvat yerlarga bo'lsa 1,5, 2 metrga ham eksalar ham bo'laveradi. Eng zo'r noklardan bittasi. Sababi O'zbekistonda bozorlarda nok juda qimmat. Sababi O'zbekistonda ko'p nok yetishtirilmaydi. O'shaning uchun bozorlarda qimmat. Hozirdan nok bog'lar tashkil qilsalaring, yaxshi daromad qilsalar ham bo'laveradi. O'zbekistonda barcha hududlarda shoptoli, giloslar juda ko'p do'stlar, bog'lar ko'p. Lekin sababi nok bog' yo'q. Nima sababdan odamlar nok eksam ko'p kasallik tushadi deydi. Yo'q, bu Yevropaning navi karmen noki kasallikka chidamli. Bemalol qo'rqmasdan eksalar ham bo'laveradi, yaxshi daromad olasizlar. Rangi ham chiroyli, tilla rang bo'lib ketadi. Hali buni kalibrlari 80-90 ga chiqib ketadi. Mazasi ham zo'r. Faqat mana shu karmen nokdan tavsiya qilaman, boqinglar. Boshqa zo'r navlari ham bor, lekin ularga kasallik tushadi. Daraxtlarni 5-yil, 6-yildan nobud qilishlari mumkin. O'shaning uchun karmen nokda kasallikka chidamligi uchun zo'r bo'lyapti. Mana. Hamma joyda bir xil. Eng muhimi serhosil. Ekasizlar, sirasi birinchi yildan meva beraveradi bu. 1 gektarga 2000 teksalaring bir donadan olgan taqdirda ham, akalar 2000 dona meva bo'ladi. 2000 donasi o'shanda 1 tonna, 800 tonna uzishlari mumkin 1 yildan keyin. Ekasiz, siraz meva keladi, siraz sotishni boshlaysiz. Lekin bular narxi 30 ming, 28 ming shundan sotiladi har yili. Hozirdan do'stlar buni klientlari kelyapti. Sotilgan yo'q. Sal bantroq sotamizni ushlab turishibdi. Hali nok bog'lar yo'qyaptimi? Bizni kuzatib bor ekan bog'bonlar. Bitta nima? Kelinglar shu 10 kun ichida 22-iyun, kelinglar oyda oxirigacha kelib ko'rishlari mumkin. Juda ko'pchilik kelib ko'rib ketgan. Bemalol kelib, ko'rib, yoqsa boqishlarni tashkillashtirib boqsalar yaxshi bo'ladi. Mashqa no'g'ri qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar, buni kuchlarni ko'paytirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.